Endi yupqa pishirish uchun xamir qorib yoyish shart emas. Atigi 30 daqiqada juda ham mazali yupqalar tayyorlaymiz. Demak, birinchi bo'lib ikkita yirik piyozni to'g'rab, 300 gramdan qizil va sariq sabzini qirg'ichdan chiqarib olishimiz kerak bo'ladi. Qizib turgan yog'da piyozni tillarangga kirguncha qovurib, 300 gram yog'siz qiyma qo'shamiz va qizili ketguncha qovurishda davom etamiz. Ketidan qirg'ichdan chiqarilgan sabzi, tabga ko'ra tuz, zira, murch qo'shib aralashtirib, past olovda 15 daqiqaga dimlab qo'yishimiz kerak. Shu bilan nachinka tayyor. Endi tayyor lavash xamirini 4 bo'lakka kesib, past olovda qizib turgan tovaga bittasini solamiz. Bir tarafi qizargach, xamirni o'girib, ustiga nachinkadan taqsimlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Uni ustidan lavash xamirini yopib, yana o'giramiz va shu tarzda 3-4 qavatdan yupqalarni tayyorlab olamiz. Tayyor bo'lgan yupqalarni chiroyli ko'rinishda o'rab, dasturxonga tortishimiz mumkin. Juda ham mazali chiqadi. Qiziljonlar xamir tayyorlab, qiynalib qilganinglardan ko'ra ancha mazaliroq. Albatta tayyorlab ko'ringlar, barchalarga tavsiya qilaman.